Janobi Sulaymon alayhisolatu vassalomda qo'lini taydaki bor lashkarni ichiga birgina qush ham bor, banomi Hudhud deydi. Hazrati Sulaymon alayhisolatu vassalom bilan ham safargadilar, ham hazargadilar. Janobi Sulaymon alayhisalom bilan ham sulh oromishgadi va ham maydoni jangga bir joyga bordilar. Janobi Sulaymon alayhisalom bavujudiki tamom lashkarlar, tamom kobinalari ham barobardilar. On vahid mutoji bo'ldiki Hudhud yoqdi bularning ichiga. Allohi Mutaol bizlarga bayon qilib aytadiki: "Va tafaqqadat tayra." Haqiqat qildilarki, shu Hudhudgina borasiga so'radilarki, faqala aytdilarki: "Maliya la aral hudhuda." Menga nima bo'libdi shu Hudhudni jamoatni ichiga ko'rmayman. Hudhudni bu riyosatlar, omiriyatlar bularning ichiga ko'rmayman. Bu Hudhud qayerga bo'ldi? Amkana minal g'oyibin, yo g'oyiblardan bo'ldim. Endi qarang, Sulaymon alayhisolatu vassalom nazar ba zarurat va mushkulot va qiyinchiliklari emas-ku uni so'rasa, oromish pillasiga ham so'raydiki, bor u yerga bo'ldi. Ulamolarga, xatiblarga Allohi Mutaol dars beryaptiki, zamoniki ko'rasan bir muxliskinang yoqdi jamoatning ichiga. Zamoniki ko'rasan bir muxlising yotibdi mariz o'yginasiga zajja qilib, darsi Qur'oni azim-shan Hazrati Sulaymondan o'rganginki, shu muqtadini so'ragin, shu muxlisni so'ragin, shu kishiki hamisha senga zang uradi, hamisha seni pahluingga edi va hamisha moli jonini fido qilib pahluingga edi. Endi oromishga kelibsan, endi katta kishi bo'libsan, endi shayxul hadis va olim va buzurg va ustod bo'lib ketibsan, yaxshi postlarga ega bo'lib oromishga bo'libsan va millat bir sadonga 1000 nafar endi yig'iladi. O'sha g'arib va faqirni bir dafa nima qilgan? Yo'qlagan. Islomga batamomiy ma'no dohil bo'lmoq buni aytadi. Ham holati xo'shlik bizga va ham holati dig'lik bizga Islom azizga dohil bo'lib, nafsimizga foriyatgan va forimayotgan narsalarga Islom azizdan itoat, farmonbardorlik qilishligimiz kerak.